Qishni sovuq kunlarida issiqqina choy yoki kofe bilan nimadir yegingiz keladi-ya. Ayniqsa uni o'zingiz tayyorlasangiz, yanayam maza qilaverasiz. Sizga vaqtni tejayish uchun medovikni 4 ta korji 12 daqiqada tayyor bo'ladigan retseptim bilan bo'lishaman. Medoviklaringiz hech kim o'xshamaydi, ammo men retseptim bilan medovik biznesini yo'lga qo'yishingiz mumkin. Ishonavering, uydagilarga tayyorlab bersangiz, rahmatlarni tagida qolib ketasiz. Bismillah deb ishni quruq tog'oraga tuxumlarni chayib olishdan boshlaymiz. O'lchov sizlarga qiyin bo'lmasligi uchun men idishlardan foydalandim. 1 piyola shakarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yarim choy qoshiq tuz solib aralashtirishda davom etamiz. Bu o'rtada quruq idishga yarim litr qiyom solib, o'rta olovda jigarrang tusga kirguncha qaynatamiz. Men asal tamli qiyomdan foydalandim. Asali qiyomimiz tayyor bo'lguncha aralashmamizga qaytamiz va yarim choy qoshiq chayni soda soldim. Keyin bo'lsa 2 ta paketchali razexliterni 1,5 paketchasini solib yaxshilab aralashtirdim. Bu orada jigarrang bo'lib qaynab turgan qiyomga sariyog' sovoramiz. Shunaqa ko'parib ketadi, 1-2 aralashtirib olasiz. Tuxumli aralashmamizga 1 piyola o'simlik yog'i solib yana aralashtirishda davom etamiz. Qiyomimizning rangi yana ham to'g'riq bo'ldi. Endi esa unga yarim paketchada yana razexliter solamiz. E'tibor beringlar, medovikimizning rangi aynan mana shu joyiga bog'liq. Ko'pirib qaynagan qiyomni qizg'ish rang bo'lganda tuxumli aralashmamizga sovoramiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz va bir kosa setidan o'tkaztirilgan unni sovoramiz. Pastdan tepaga qilib yengil aralashtirib olamiz. O'rtacha suyuqlikdagi aralashma hosil bo'ladi. Xuddi mendek qilsanglar, korjelarning balandligi bir xil chiqadi. Har bitta korj uchun 1 listga 2,5 cho'michdan aralashmani solib, yaxshilab tekislab olamiz. Xuddi shu usulda 4 ta korj chiqaramiz. O'lchovni teng qilsanglar, oxirida 1 cho'mich qoladi. Unisini qoravoyroq qilib pishirib olamiz. Undan beze uchun foydalanamiz. Yana shu joyga e'tibor berasizlar, pech yonidan ketmay turasizlar. 270 gradusda har 3 daqiqada bitta korjingiz tayyor bo'ladi. Issiq paytida korjlarimizni pergamentidan ajratib olamiz. Bu o'rtada men mazza qilib raqsga ham tushib oldim. 1,5 yoshli kichkina qo'lchalar menga duxovkamni ikkinchi listi bilan doira chalib berdi. Tayyor bo'lgan korjlarimizni bir xil qilib tekislab olamiz va oxirida qoravoy qilib pishirilgan korjimiz bilan birga maydalab olamiz. Tortimiz uchun medaga urmaydigan yumshoq krem tayyorlab olamiz. Sut, shakar, sariyog' va unni setidan o'tkaztirib 10 daqiqa qaynatamiz. Qaynash jarayonida aralashtirib turishingizni tavsiya qilaman. Sovigan krem bilan korjlarimizni birin-ketin yig'ib olamiz. Maydalangan korjlar bilan tortimizni bezatib olamiz va yopiq holda bir kechaga qoldiramiz. To'liq retsept opisaniyada rus, ingliz va o'zbek tilida. Video sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani ayamasdan bosing, tayyorlab ko'ring va izohlarda fikringizni qoldiring.